yaxshi sifatli aritmiya, yomon sifatli, ya'ni qorinchalar taxikardiyasiga o'tgan. Shu sababli bemorning ahvoli keskin oxirgi yilda og'irlashgan. Bugungi bemorimiz demak 84-yilda tug'ilgan ayol kishi, Buxoro viloyatidan tashrif buyurganlar. Bemorni asosiy bezovta qilayotgan narsa yuragi to'satdan tez urib ketishi va bemorga kardiologlar tomonidan Holter tekshiruvi tavsiya qilingan. Holter taqilgan. Holterda demak qorinchalar taxikardiyasi va demak qorinchalar ekstrasistoliyasi aniqlangan. Ya'ni to'satdan bemorda xavfli taxikardiya bo'ladi. Shu sabab ko'z oldi qorong'ilashib, yuragi 180-200 tagacha tez urib ketadi. Bu o'z-o'zidan xavfli holat. Demak, bemor bilan gaplashganimizda yurak to'xtab urishi bilan taxikardiyaning o'chog'i bitta joydan, ya'ni bitta o'choqdan chiqyapti. Bemorni demak 15-20 yil oldin ham demak o'shanaqa muammolar bezovta qilgan. Ya'ni o'choq ekstrasistoliya bezovta qilavergan va bu o'z vaqtida davolanmaganligi uchun yaxshi sifatli aritmiya, yomon sifatli, ya'ni qorinchalar taxikardiyasiga o'tgan. Shu sababli bemorning ahvoli keskin oxirgi yilda og'irlashgan. Demak, biz buni ko'rganimizdan keyin bemorga zudlik bilan operatsiya, ya'ni kuydirish amaliyoti kerakligini tushuntirdik. Hozir ushbu amaliyotni muvaffaqiyatli kuydirdik. Ya'ni yurakning ichiga kirib, o'sha taxikardiyaga sabab bo'ladigan yomon sifatli o'choqni topdik, uni kuydirdik. Hozir bizda 20 minut ketyapti. Har xil dori vositalarida ham demak o'choq ishlamayapti. Bunday hollarda demak 90-95% hollarda taxikardiya yoki o'sha o'choq bemorni boshqa hayoti davomida bezovta qilmaydi.